Go'sht olganligi mana bunaqa iliklari tekin. Ot go'shtlar narxini bilamiz. O'tkazib yubormaydi. Siz ma'malaringiz necha pul lahmlar, necha pul bo'lyapti? 120 ming so'm. Mana bunisi 95 ming so'mdan ekan. Mana 110 ming so'mdan. Qazini ham e'tiboring, qazini. 1 kilolik 180 ming. 800 grammli 170 ming. Mana shu ot mana bu suyaklari 15 ming so'm kilosi, iriklari 20 ming so'm. Mana bu yerda ich qartalar bo'lyapti, ko'ramiz hozir. Tanishtiring endi. İçli 20 mingdan, qartalar 50 ming. Xo'p, ich 20 ming. Mana qartalar Sifatli. 50 ming so'mdan. Qanchadan bu? Qulochi 100 ming so'm, bir qulochi. Ot sur go'shi 130 ming. Ot go'shilar necha puldan bo'lyapti, do'stim? 120 ming. Bunisichi 90 ming so'm. Bu noringa 120 ming. Qazilarni ko'ramiz hozir. Bir tanishtiring mahsulotlar bilan. Qazilarning eng qizig'i pishgani ham, xomi ham bir xil narx. 180 ming so'mdan 1 kilo oylab beramiz. Qo'y etilar. Necha pul bu do'stim? 70 ming so'mdan beramiz. 0.45 bu. Buni kilosi 250 ming so'm. Izohlarga harakat qilaman. To'liq javob berishga. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.